Assalamualaikum подписчиктар, Xudo kalasa men iyadan satib ber deb turgan Nexia ekimiz keldi. Bolalar normalniy 13'lük. Sons ekan. Polux mana, lüks, qarus, bez konditsioner maytavalar qo'yilgan, chotki sostaniyada deyotir. Endi kraskasini Xudo kalasa teshkirtirib olaversa ustangizga. Millatchiliklar bor ekan, ishlab ham beraman deyotir. Kelishganga qarab. Akkumulyator toza qo'ydik deyotir. Sons chotki sostaniyada. Xalasanlar boyab beraman deyotir. Spaloshni chot ketdi. Kelishgan alga deydi. Buning bahasini 35 milyon deb turibdi. 35 milyon chiroyli beramiz deydi. Bemalol. Telefonlar 90 708 51 52 raqamli telefonda qiziqqanlar. Barter bormi? Bor. Barter ham bor. Bemalol aloqa chiqarsa Telegram, WhatsApp bor. Chotga taxlab beraman deyotir. Xudo kalasa. Shuni textakan taxlab chiqarib beraman dedi. Qiziqqanlar Nexia alamanda birgalar bo'lsa, shu videoni yuborib qo'yasizlar. Narxalari chiroyli qimchis ketib, kelishgan aldi deb chiroyli beraveradi. Yo'q, men shu turishda olaman deyotgan bo'lsanglar, shu turishdan kelishib chiroyli beraveradi. Bemalol aloqa chiqarsa, qana telefonga.